Uzoq safar mashinani emas, haydovchini charchatadi. Ko'pincha bunga masofa emas, balki safarga tayyorgarlik ko'rilmagani bo'ladi. Bugun Haval H6 da sayohatingiz xotirjam, xavfsiz va qulay bo'lishiga yordam beradigan 10 ta maslahat bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Birinchi maslahat texnik checklist. Yo'lga chiqishdan 3 kun oldin avtomobilni yo'lga chiqadigan kuni ertalab tekshirmang. Buni 2-3 kun avvalroq bajaring. Shunda biror nosozlik aniqlansa, texnik markazga borishga ulgurasiz. Moy, sovutish, tormoz suyuqliklari, oyna tozalagich hamda tasmalarni tekshiring. Ikkinchi maslahat shinalar. Sizning yo'l bilan aloqangiz. Yo'lga chiqishdan oldin shinadagi bosimni, protektor holatini hamda zaxira g'ildiragini tekshiring. Bu ayniqsa trassada juda muhim. Uchinchi maslahat yoqilg'i quyish va ayoqishlar manzili. Yoqilg'i quyishni oldin rejalashtiring. Notanish trassada, ayniqsa tunda ayoqishlar kam uchrashi mumkin. Makinangizdagi yoqilg'i doimo yarimidan kam bo'lmasin. To'rtinchi maslahat o'rindiqni to'g'ri sozlang. Noto'g'ri holatdagi o'rindiq tez charchatadi. H6 da haydovchi o'rindig'i elektr yordamida 6 yo'nalishda sozlanadi. Belingiz suyanchiqqa zich tegib, tizzalar biroz bukilgan. Qo'llar esa rulda erkin, zo'riqmasdan tursin. 5-maslahat o'rindiqlarni isitish va ventilyatsiya. Ertalab tog'da o'rindiqni isitish, kunduzgi jaziramada esa ventilyatsiya asqotadi. Uzoq safarda bu funksiyalar o'zingizni yanada qulay his qilishingizga yordam beradi. 6-maslahat iqlim nazorati. H6 2 hududli iqlim nazoratiga ega. Haroratni juda pastga tushirmang. Tashqi muhit bilan katta farq tezda charchatadi. Salondagi eng maqbul harorat 22-24 daraja. 7-maslahat adaptiv kruiz nazorati. Adaptiv kruiz nazorati tizimining o'zi oldindagi avtomobilgacha bo'lgan masofani saqlaydi. Kerak paytda tormoz beradi va tezlikni oshiradi. Oyoqlaringiz dam oladi, diqqatingizni esa faqat yo'lga qaratasiz. 8-maslahat harakatlanish yo'lagida ushlash funksiyasi va tirbandlikdagi yordamchi. Harakatlanish yo'lagidagi ushlash tizimi yo'l chiziqlarini kuzatib boradi. Agar avtomobil undan chiqa boshlasa, rulni ohista to'g'rilaydi. Tirbandlikda esa yordamchi tizim joydan qo'zg'alish, tormoz berish va oraliq masofani saqlashda yordamlashadi. 9-maslahat atrofni kuzatish kameralari va multimedia. 360 darajali kameralar, yoqilg'i quyish shoxobchalari, tor ko'chalar va avtoturargohlarda yordam beradi. 14.6 dyuymli displey, Apple CarPlay, Android Auto va ovozli boshqaruv esa yo'lda kamroq chalg'ish imkonini beradi. 10-maslahat harakatlanish rejimlari va to'liq uzatma. H6 yo'l sharoitiga moslashadi. Trassada Eco, quvib o'tish uchun esa Sport rejimini tanlashingiz mumkin. Premium versiyada esa to'liq uzatma. Asfalt tugab, tuproq yo'l boshlanganda sizga qo'shimcha ishonch beradi. Mana shu 10 ta maslahat uzoq safarni maroqli sarguzashtga aylantirishi mumkin. Haval H6 ni shaxsan o'zingiz his qilib ko'rishni istaysizmi? Unda hoziroq bepul tezroq yoziling.